birinchi qavatdan 2 xona qilsa bo'ladigan bir xonali uyni ko'rib o'tamiz. 368 million so'm. Juda ham zo'r narx bilan. Demak, oshxona qismi mana shunaqa katta ko'rinishga ega va siz mana shu joyda o'zidan shunaqasiga bo'lsangiz, bemalol bu tarafda yotoqxona qilib ishlatsangiz bo'ladi. O'zi birinchi qavatda 350 million so'mga bir xonali uylar bo'lib turgan paytda, demak, ushbu xonadonimizni 2 ga bo'lish, ya'ni 2 xona qilish imkoniyati bilan mana shunaqa arzon narxda sotuvga qo'yamiz. Kuxonli garnituralar o'rnatib qo'yilgan, gaz plita, umuman muammo yo'q. Hech qaysi tomonlama kirib yashash uchun hamma sharoit bor. Xolodilnik, konditsioner, korpuslar, shkaflari, gaz plita hamma narsasi o'rnatib qo'yilgan va asosiy kirish eshigidan boshlab tushuntiradigan bo'lsak, marhamat, prixoji zonasiga e'tibor berasizlar. Mebel qo'ysa bo'ladi, hamda yuvinish xonalari ham alohida bo'lib turibdi. Keling, ko'rsatib o'tamiz. Kafel qilib qo'yilgan, marhamat. Bu yuvinish xonasi hamda uni yonida hojatxona ham anchagina keng bo'lib turibdi. Alohidaligi ushbu xonadonni yuvinish xonani aynan ustunlik hisoblanadi. Eshikdan to'g'ri kirib keladigan bo'lsak, asosiy zal qismini ko'rsak bo'ladi. Bu yerda xohlang yotoqxona qilib qo'ying, xohlang mehmonlarni shu joyda kutib, u tarafdagi xonani, demak, 2 ga bo'lgan holatda ikkinchi xonada istiqomat qilsangiz bo'ladi. Demak, birinchi qavatda joylashgan, narxi yengil ushbu xonadonimiz 2 xona qilish imkoniyati bilan birgalikda 368 million so'm joyda savdosi bor hamda bosh to'lovga pul bo'ladigan bo'lsa, ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Biznes fundament domlari birinchi qavat, Guliston pavorotini, svetoforini bilasizlar, xuddi shu yerdan kirib kelinadi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, mana shunaqa pastki qavatdan arzon narxdagi xonadonlarni ham e'lonlarini ko'rib borasizlar.